Salom do'stlar, men bugun mana bunday posilka olganman. Hozir buni ochib ko'ramiz. Mana hozir ichida nima chiqar ekan deb o'ylayapsizlar. Kasa o'rabdi-yu. Vatdim. Oh shit. Mana bunaqa mevalar Koreyada rosa trendi bo'lyapti-yu. Shuni ochib yeb ko'ramiz. Qani. Erib ketibdi-yu, lekin men endi kutib o'tirmadim mana bu shunaqa. Ta'mi ham. Ha. Bu olmaligida ichida olmani qiyomi, keyin qanaqadir sug'urishga qo'yilgan smetanaga o'xshayapti va shu qattiq narsasi. O'zim shunday qo'yib kutishim kerak edi, lekin kutgim kelmadi. To'g'risini aytsam, rosa yeyim kelib ketdi. Koyma baba. Yo so'rab o'tayman. Qarab keyingisi. Bunisi limonli bo'lishi kerak. Rosa kelib ketibdi. Mangoli ekan uzr. O'sha mangoli nachinka. Mana shunday krem shunaqa. Nah. Hozir buni musxonaga qo'yaman ekan, bo'lmasam ta'mini men mana qilib zo'r, lekin anaqa musli yegansiz boshqacha. Hali ishdan kelib yana qilib ko'ramiz. Hozir musxonaga qo'yib qo'yaman. Berib ketdi yo'lda. Mana nihoyat musxonadan oldim buni, endi ketdik ko'ramiz. Urgilikarlar chiqqan. Mana 3-4 oydan beri hech chiqmayotgan narsa. So'ngga borligini bilib chiqadi-da, yo asabim uzilib ketadi. Xullas ketdik. Chincha. Xullas bitta o'zbek bola endi Koreyada shunaqa qilyapti. Meva trend bo'lyapti-yu, mevachalar. Shuni qilib sotyapti. Men bir zakaz qildim. Endi yeymiz. Bu nima ekan? Yer yong'oq. Xullas buni ko'rsangiz bir rosa yeyishlikda, TikToklarda ko'rsangiz qoningiz ochib ketsa, ayniqsa shunaqa ko'zga ko'rinib ketadi. Keyin bir zakaz qildim. Ikkitasini yedim. Baba, ko'rsataman. Oh, qani. Yer yong'oq. Bunaqa bor shuni o'zi. Yo'q. Ichida yong'oq. Karamelli yong'oq. Oka. Ya, karamelli yong'oq. Bu ismi ekan. Wah, ada ikan. Wah, galubiga-yu. Ya, shuni o'raga. Bilmadim, biz musxonamiz yaxshi ishlamayapti, lekin yaxshi qatnamabdi. Rangi chiqib. Xullas ketdi. Vah. Ta'mi dahshat. Rasam galubika. Misal. Men nima bor? Musma bo'ldi. Shiringina kichkina. Limoncha.
Vau! Bu bitta deyman. Bitta dey. Ta'mi ham anaqa bo'lsa kerak. Lekin golubikasi menga yomon yoqdi. Ta'mi udari. Limonchik. Bo'ldi. Endi voy bu sancha uratashapti-yu. Okey. Limonchik. İçi limon var. Yağlısa bo'lmaydi. O marinali yo'lda erib ketgan mana. Men shunga songa qo'ying deb aytuvdi. Xo'p deb qo'yishdi o'rniga ikkitasini yeb oldim boshida endi. Nafsim buzildi. Mayli, nima bo'lsa. Shingina. Böyle qiyomli to'q anaqa nima deydi? Ayamay qo'yibdi. Ta'mi yomon ekan. Bu strawberry to'g'ri. Qulupnay. Qulupnayni ichida qulupnayli şey. Yomon mazza yo'q. Vah. Bo'lmasa sal ko'p o'rash kerak ekan. Hani. Yaxshi. Xullas. Bakinglar, hozir TikTokda rosa ommalashyapti. O'zbek bola qilyapti, men shuni zakaz qilib olib yeb ko'rdim. Dahshat. 10 dan 10. Vah. Bitta kola bo'lgan zo'r ketarli bundan orqasidan. Xullas men videom shu yerda tugadi. Qani, bye bye guys. Bitta qolib ketibdi. Uzr. Endi yana ochib ta'mini ko'ramiz. Bu kofering bilan adashmasam. Lekin bu juda issiq ekan. Shuni tez erib ketyapti. Kofeligida. Qani, ketdik. Voy seni degani voy. Kofeda o'zi. Biz bu sonamiz yaxshimas ekan. Qanday ketdik? Shokoladchika. I just remember something. Shokolad. Shokolad. Okay. Eng zo'risi balki golubik ekan. Bular yeb turib og'ir to'lib yugurmasam bo'ldi. Ko'p yevordim.